Bizda salon ventilyatorlar keldi. Har xilisidan birinchisi bu katta xilasi tukor degan variant ekan. 12 voltda ishlaydi. Ishlatib, krepleniyasini liboyara qatirib osib qo'yaverasizlar. Shamolni sezishlari uchun. Yana bir xil salon ventilyatorimiz, buning parriklari metallitskiy ekan, buni ustiga bo'lsam metallitskiy. Bunga ham xuddi ishlatib bir yere osib qo'yiladi. Va bunda buning kulchatiri bor ekan, xalosaslar bir yere qaratib qo'yadi, xalosaslar bera darpand turadi. Yoqib o'chirish esa yana knopkasida. Shamol berish вообще gap yo'q. Va yana bir xil ventilyatorimiz, bu ham ixchamgina, kichkinakkinaga hech narsa xalaqit bermaydi, lekin shamol berishina вообще gap yo'q. Bunga ham yana o'ynaydi. 2 skorsli. Даже orada ulardan ham zo'r beradi ekan bu shamollar. Bundan teyinli lipyoshkalari bor, lipyoshka o'stirib qo'yaverasizlar. Yana bir xil salon ventilyatorimiz, bundan avval ham sotib edik. Bunda 2 ventilyatorli bo'ladi, o'zingiz ham moslab qo'yasiz. Chapa o'ngga yuqoriga pasa qishayadi, 2 skorsda ishlaydi. Bu liboy texnikaga tushaveradi, 12 volt, kichkina mashinalar ham tavsiya etamiz. Teyinda shu narsaga yopishtirib qo'yasiz lipyoshkasini. Ishlashini ko'rsangizlar bo'ladi, 2 skorsda ishlaydi. O, yozni issisida ketadi lekin. Mana. Mana sezsangizlar bo'ladi. Akkumulyatorni 30 tashlamaydi, ekonomik bo'ladi bu narsalar.